Shahrisabzga borayotganimizda kitobda bir qiziqarli voqea bo'ldi. Sizlarning ham fikrlaringiz qiziq. Kitob yo'lida ikkita maktab bolasi yo'l to'xtatdi. Keyin qayerga borasizlar? Borib qo'yamiz dedik. Farovonga boramiz deyishdi. Xo'p, mayli dedik. Xudo hamma joyni biladigandek kitobni tashlab qo'yamiz dedik. Yo'lda so'radim, Farovon qaysi tarafda edi desam, Gadoy topmasda deyishdi. Keyin topish qiyin ekan, shu uchun shunaqa deyishdimi desam, bu keyin bilsam bu joy nomi ekan, eski nomi Gadoy topmas, hozir Farovon deyilgan ekan. Va bunaqa nomlar ko'p. Shahrisabzda ham bor. Sarchashma degan joy bor. Hozirgi paytdagi nomi, oldingi nomi sal qiziqarliroq ekan. Qashqadaryoliklar bilishadi buni. Va To'ytepa bor masalan. To'ytepada ham nomlar o'zgargan, Nurafshon bo'lgan va bunaqa joylar ko'p bizda. Nima deb o'ylaysizlar? Shu narsa to'g'rimi? Shaxsan o'zimning fikrim bo'yicha joylarning nomi, qadimiyligi saqlanib qolishi kerak. Lekin o'sha joyda yashaydiganlar nomidan gapiradigan bo'lsa, bu qiziqroq, chunki ularning fikri ko'proq muhim. Masalan, siz Gadoy topmasda tursangiz, qayerliksan desa Gadoy topmaslikman deyishga yoki undan ham boshqacha nomlar bo'lsa, shunaqa joyda turaman, shu yerlikman deyishga uyalasizlarmi? Shunaqa joyda yashaydiganlar qanaqa holat bo'ladi? Joy nomini o'zgartirish to'g'rimi chiroyliroq nomga? Shunga fikrlaringizni bilmoqchi edim yoki boshqalarning fikri bo'lsa ham izohlarda yozib qoldiringlar.